Assalomu alaykum, hurmatli grupadoshlar. Shu savol tushyapti, doktor. Qon bosimi baland, 100% tabiiy dorilar bormi, deyapti. 100% tabiiy nutrientlarimiz bor. Qon bosimi kam nima qilish uchun, qon bosimini davolash uchun. Lekin bu yerda turmush tarziga ham e'tibor beriladi. Men har doim aytaman, shu 100% tabiiy shifolanish yoki ximikatlar bilan davolanish birinchi o'rinda turmush tarzini o'zgartirishdan boshlanadi. Xo'p, qon bosimi oshiq odamni tabiiy dorilar bilan yoki dorilar ovqating bo'lsin, ovqating dori bo'lsin degan nutrientlar bilan davolashda asosiy shartlar nima? Birinchi o'rinda ko'p kaloriyali ovqat yeb bo'lmaydi. Ko'proq katta hajmli, kam kaloriyali ovqat yeyish kerak. Yosh o'tgan sari qon tomirlarida aterosklerotik o'zgarishlar bo'lib, qon tomirlarining rezinadek cho'ziluvchanligi yo'qoladi. Qon tomirlar xuddi oynadek sinib qolishi, yolib ketishi mumkin. Buni oqibatida infarkt, insult hosil bo'ladi va odamni o'limiga olib keladi. Demak, birinchi o'rinda ovqatdan o'zini tiyish kerak. Kaloriyasi kuchli ovqatlar yemaslik kerak. Har narsadan juda ozdan, iloji bo'lsa kuniga 1-2 mahal meva-chevani ko'p yesa bo'laveradi. Ularda kaloriyasi kamlik, shuning uchun yeyish mumkin. Poliz mahsulotlari, karam, brukli karami va hokazo hammasini yeyish mumkin. Quritilgan meva-chevalarni ham yesa bo'ladi. Endi bizning nutrientlarimizdan qaysi biri yaxshi natija beradi? Albatta, nefrorayd 2-3 mahal va tonus rayd. Mana shu ikki dorimiz. Sog'lom ichak. Sog'lom ichak nima uchun kerak? Nefrorayd asosan buyrak faoliyatini yaxshilaydi, shu sababli qon bosimini pasayishiga olib keladi. Diurezni yaxshilaydi. Xuddi indab degan dori bor. Shu indab degan dori ham qon bosimini tushirishga ishlatiladi, xuddi shunga o'xshaydi. Lekin u indab ximikat berdi, 100% tabiiy dori darmonlar. Endi kim indab ichsa biladi. Endi kaloriyani kamaytirish uchun sog'lom ichak ichib turish kerak. 2-3 mahal yoki ertalab har kuni 4 ichib olsa ham bo'ladi, yoki 2 ichib olsa ham bo'ladi. Kimgadir 2 yetarli, kimgadir 4. Keyin juda ko'p ovqat yeb qo'yganingiz, ertalab to'yga bordingiz, obedda yana kuchli ovqatlar, kechki paytga yana qandaydir kuchli ovqatlar. Unda albatta 2-3 har bir ovqatdan oldin yoki keyin sog'lom ichak preparatini iste'mol qilish kerak, nutrientini. Endi juda ham ko'p ovqat yeb to'yib qoldingiz va shu ovqatni demak noto'g'ri yeganingizni his qilyapsiz, lekin endi qusib olmaysiz, chiqib ketish imkoni yo'q. Kimyoviy dori ichishni xohlamaysiz. Bu ovqat sizni demak qon bosimingizni 200-220 yoki undan oshiqqa oshirishi mumkin. Toza ichak ichishingiz mumkin. Toza ichak nutrientimiz shu ovqatni sizga so'ltirmasdan chiqarib yuboradi va qon bosimingiz yuqori jizda ko'tarilishini oldini oladi. Endi sog'lom ichak, nefrorayd va tonus rayd preparatlarini uzoq muddat iste'mol qilish demak birinchi o'rinda qon bosimini kamaytirib, yurakni, buyrakni tozalab beradi. Yana alohida tozalovchi malhamimiz bor ham, buni qo'shib ichsa ham bo'ladi. Qarilikni sekinlashtirish uchun pankreat iste'mol qilish kerak. Qarilik jarayonlari, chunki qarilik bu surunkali shamollashdir, surunkali yallig'lanish. Shamollash deganda sovuq urish emas. Shu yallig'lanish, ya'ni hujayralar genetik jihatdan evolyutsion dasturlangan, programmalashtirilgan va hujayralarda telomer degan ma'lum bir o'sha oqsillar bo'ladi. Bular shu 100 yoki 1000 deylik bo'linishga mo'ljallangan. Undan keyin ular bo'linmaydi va hujayralar qayta tiklanmaydi. Shuning uchun umr uzoq bo'lishi uchun albatta pankreat preparatini berish kerak. Pankreat preparati demak qarish jarayonlarini
kompleks sekinlashtiradi va umrni uzaytiradi.